Assalomu alaykum, YouTube'da bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Bugun sizlarga O'zbekistonda eng ko'p ekilayotgan giloslarni obzorini qilib ko'rsatamiz. Hammasini bog'dan uzib keldik. Mehnatlarimizga avvalo like bosinglar, bizga podpiska bosib qo'yinglar, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Biz sizlarga buni kalibrlari hamda mazasi to'g'ri tushuntirib o'tib ketamiz shaffoflik bilan. Boshladik. Birinchi o'rinda hozir O'zbekistonda eng ko'p ekilayotgan gilos navlaridan Sweet Ariana gilos haqida gaplashamiz. Mana o'rtoqlar, mana Sweet Ariana bo'ladi. Band jihatdan, band shunaqa, band hech narsani hal qilmaydi, avvalo aytib qo'yay mana. Lekin kalibri lo'r o'ynayapti o'rtoqlar. Kalibr bog'dan uzib keldik. Mana 28, 30, 32 32 ga mana jicha shalpillab qolyapti. 32 ga doğru bo'lyapti. Sweet Ariana. O'rtoqlar mana rangi jiloyini ko'rib olasizlar. Mana shu holatda bo'ladi. Keyingisi mana Nimba degan gilosimiz. Nimba O'zbekistonda yaxshi kelajagi bor navlardan kutilayotgan gilos navi Nimba. Oldindan aytib qo'yamiz mana. 30, 32, 34. 34 ga tushmayapti. 32 kalibrlik. Bandi jindek kaltaroq, menga ozgina yetilganlik hisobiga yumshoq ko'rindi, to'g'risini aytish kerak videoda. Keyingisi mana Royal Tiago degan gilos navi. Buni 1 oydan beri video qilyapmiz. Royal Tiago, buni ko'pchilik ham bildi o'zi. Royal Tiago mana 32 ga qo'yapman. 32, 30, 28, mana 28. Bog'dan uzildi, bu 28-mayda olinyapti. Shuning uchun hamma gilosimiz yetilib bo'lgan. Bundan oshiq katta bo'ladigan xonasi qolmadi bu giloslar. Eng yiriklari desalar ham bo'laveradi. Keyingi navbat gilosimiz Nimbani ko'rsatdik. Mana Royal Tiago, Sweet Ariana. Xo'sh. SPC 342. SPC 342 birkada kelgan. 32 ga qo'yamiz o'rtoqlar mana. Sertsaga o'xshaydi, bandi uzun. Qattiqligi ham juda qattiq gilos, chaylatuvchi qo'yasizlar. Bu ko'rsatganlarimiz hammasi o'zini o'zi chaylatadigan giloslar. Tak, bunisi Lapinus degan gilos navi. Lapinus bu ham juda ko'p ko'chatini sotganmiz. Shuning uchun obunachilarga qiziq bo'ladi. Buni ham olib kelib qo'yapmiz. Patolog 30 kalibr beradi bu. Undaqa yirik bo'lmaydi bu gilosimiz, lekin o'zini o'zi chaylatadi. Gektaridan 18 tonna, 20 tonna hosil olishlari mumkin. Bir tut daraxtni hozirda videolarni qo'yamiz. Juda ko'p hosilda. Kalibri yetkizgan mashina qilib yetkazadi. 28 plus desalar ham bo'laveradi o'rtoqlar. Mana 28 ga qo'yamiz. Mana. Lekin 28 gilos eksportga ketaveradi. Mana 30. 30 ga jicha qo'y. 30 ga ham tushdi mana. 30-28 gilos Lapinus. Endi o'rtoqlar, bu ko'rib turganlaring Giant Red degan gilos navi bo'ladi. Giant Red mana eng yirik giloslardan 30 ga qo'yamiz. 32 ga qo'yamiz. Mana o'rtoqlar 34. 34 kalibr berib turibdi. Buni 35 kalibr bo'lganlarini ham 36sini ham ko'rdik, lekin biz Sredniy 32 dan yuqori 34 kalibr beradigan gilos deb aytaveramiz. Bandi qattiq, mazasi ham zo'r, gilosning o'zi ham qattiq, o'zini o'zi chaylatishga moyilligi bor, eng yirik gilos navi bo'lib chiqyapti. Bu degani mana shu giloslarning hammasini kalibr bo'yicha Giant Red degan gilos navi urib qo'ydi. Mana xolislik bilan sizlarga ko'rsatyapmiz. Mana 34 kalibrga qo'yaman o'rtoqlar. 34, 32, 32 plus. Bunisi mana 34 ga bemalol tushadigan gilos. Kichik qolyapti. Yirigini ichidan olamiz, endi. Shahvoz yeb qo'ydi. Mana. Mana. 34, 32 kalibr berib turibdi, ko'rib turibsizlar. Mana tushib ham ketyapti. 34 dan ham yuqori bo'ladi, bu boquvga bog'liq. Endi o'zlaringizdan tafakkur qilinglar o'rtoqlar, gilos boq qilishda. Qaysi gilosni eksak bo'ladi? Endi bu yerda birinchi o'rinda gilosni kalibri va yo'l yurishi bor. Yumshoq gilosni ekib qo'yib, adashib qolmanglar. Hozirda kirib kelayotgan yangi navlarning hammasiga ham ishonch yo'q. Bu sinovdan o'tgan navlarni ekishlarni tavsiya qilamiz. Bu giloslar hammasi yaxshi giloslar. Biz sinovdan o'tgan kalibr bo'yicha Giant Red urib qo'ydi hammasini.
limbani eng yirik deyishyapti. Bundan ham bitta qo'yib ko'rsataylik. Mana 34 ga tushadigan bormi? Mana 34 ga tushmayapti akalar mana. Eng yiriklarini ham terishga harakat qildik, ko'rishga. Mana 34 ga tushmayapti. Endi uzoqroq ketmay mana. Mana. Giant red mana limba. Limba 32, Giant red 34 bo'lib ko'rsatyapti shunda o'rtoqlar. Kimga buni ishonchli ko'chatlari kerak bo'lsa, bizda bemalol sotib olishlari mumkin. Hash ko'rsatib o'tgan giloslarni hamda bundan tashqari yana boshqa giloslar bor. Prosta bu giloslar hozir O'zbekistonda eng ko'p ekilayotgan giloslar. Shuni ko'rsatib qo'yapmiz. Adashib qolmanglar. Ishonchli ko'chatlar uchun telefon raqamlarimiz 90lik 560 5034. Bizga bog'lanib telefonlarga sotib olaverasizlar. Qo'shimcha nomerlarimizni ham yozib qo'yganmiz. Mana shu yerda telefon qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, videoga like bosishni unutmanglar.